Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Yana men Rahmatilla Sharifman. Bugungi videomiz YouTube haqida bo'ladi. Albatta YouTube'ga qiziqadiganlar, YouTube'da kontent qilaman deydiganlar bo'lsa, fikrlaringizni, izohlaringizni kommentariyada esa kutib qolaman. Xo'sh, xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. 2027-yil 1-fevraldan boshlab YouTube'da yangi qoidalar kiritilmoqda. Endi 2027-yil 1-fevraldan YouTube'da 1000 ta obunachi va 8000 soat ishlashni joriy qilmoqda. 8000 soat va 1000 ta obunachi bilan YouTube monetizatsiyaga yoqishni boshlamoqda. Undan tashqari xabaringiz bor, YouTube boyagi 10 million prosmotr bilan Shorts'ga ariza berish mumkin edi. Endi o'shani 90 kun ichida 20 million prosmotrga qo'yib qo'ydi va 20 million prosmotr bilan Shorts'ni monetizatsiyaga ulaganingizda boy yo'g'i ham 30 kun ichida o'sha prosmotringiz kamayib ketish holatlari kuzatilsa, gohida Shorts kanallaringizda ko'pchilik kanallar pul ishlashdan, daromaddan to'xtab qolishi ham mumkin. Eng kami 90 kun ichida 10 million prosmotr saqlanib turish kerak deyapti. Sababi lekin uni menimcha saqlashda iloji yo'q. Shuning uchun 20 million prosmotr bilan monetizatsiyaga ulaysiz, lekin 10 million prosmotr bilan YouTube kanalingizni pul ishlashini faollashtirib tura olasiz. Shorts bo'lsa kanalingiz. Xo'p, katta videoda ham 4000 soatdan Baydanska 8000 soatga ko'tarilyapti. Obunachi esa o'sha eski holatiga 1000 ta obunachi bilan qolyapti. Xo'sh, yangi kirib keladigan YouTube'da qiziqadiganlar, oramizda YouTube'da kanalga kirganmi deydiganlar bo'lsa, hali ham kech emas. Mana shu hozirdan boshlab kanal ochib, toki 1-fevralga qadar pulga ulab, monetizatsiyani yoqib, daromadingizni boshlab olsangiz, 1-fevraldan keyin hozirgi daromadga kirgan kanallarda hech biriga ta'sir qilmaydi. Hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, iloji boricha yana meni shaxsiy fikrim, buni hali qilolmayman. Ko'pchilik Shorts qilaman deydiganlar bo'lsa ham, katta videolarning harakatini ko'rish kerak. Sababi Shortsda meni shaxsiy fikrim 3 oyda 90 kunda 20 million prosmotr qilish menimcha ancha qiyin, mushkul bo'lib qolsa kerak. YouTube'da yangilanishlar bo'lyapti. Shuning uchun ko'pchilikda yana YouTube'da katta video qilishini albatta so'rab qolaman va 8000 soatda harakat qilib yig'ishlaringizni 2027-yil 1-fevraldan harakatga tushishini eslatib o'tmoqdaman. Sizlarning esa fikrlaringiz qanday? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Undan tashqari YouTube'da bir necha o'zgarishlar kiritilyapti. Ba'zi videolarda ham YouTube avtomatik o'chirishni boshlaydi. YouTube'da ancha juda ko'p kanallarda o'chiradi, tekshirishlar kuchayapti. Shuni hisobidan qonun qoidalari ham kuchayib bormoqda. Undan tashqari YouTube'da ishlayman deydigan, daromad qilaman deydiganlar hali ham kech emas. Harakatni bosing va yana harakatni bosing. Hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, biz YouTube'da bo'layotgan yangiliklar haqida sizlarni e'tiborlaringizga havola qildim. Mana shu qani ko'pchilikda fikr tug'ilardi. Mana shu 365 kun, bir yilda 365 kunda mana shu 8000 soat YouTube'da soatni yig'ish mumkinmi? Oramizda yiqqanlar bo'ladimi? Sizning fikringiz qanday? 4000 soat qandaydi? 8000 soatda qanday sakrash bo'ladi? Shu haqida ham o'z fikrlaringizni kutib qolaman. Undan tashqari YouTube'da rivojlanishda davom etingizlar.
bilasizlar, xabaringiz bor, o'zbek kontenti pul to'lamaydi deydiganlar uchun ham bu qo'shimcha yana bir fikrim. O'zbek YouTube'da pul to'lamaydi deb ham o'tirish bu nohaqlik. Sababi-ki o'zbek tilida pul to'lamaydigan gap yo'q. O'zbekistondan ko'rsagina pul to'lamaydi. Boshqa davlatlardan, Turkiya ko'rami, Qozog'iston ko'rami, boshqa Yevropa davlatlar ko'rsa ham o'zbek tili kontentga ham pul to'laydi. Faqat hozirda O'zbekistonda YouTube monetizatsiyasi yo'q. Lekin shuni ham eslatib o'taman, O'zbekistonda ham yaqin yillarda YouTube monetizatsiyasi yonish haqida ma'lumotlar bor. Ajab emas, u ham 2027-2028-yilga borib turib, O'zbekiston ham YouTube monetizatsiyasiga pul to'lab qolsa, uni ham albatta e'tiborlaringizga havola qilamiz. Xabaringiz bor. YouTube'da juda katta o'zgarishlar bo'lib boraveradi. Bilingki, O'zbekiston ham yaqin yillarda hozirgi paytda YouTube bilan juda ham ko'p kelishuvlar bo'lyapti. Juda ham ko'p mana shu Amerika bilan kelishuvlar bo'lyapti. Xabaringiz bor. YouTube Amerikaniki. Mana shu YouTube bilan ham hali juda ham ko'p kelishuvlar bilan YouTube hali xudo xolasa rivojlanadi. Nasib bo'lsa, yaqin mana shu 2-3 yilda juda ko'p qolmadi, 2-3 yilda O'zbekistonda ham monetizatsiya yonib qolishi ehtimoli bor. Hurmatli obunachilarimiz, hech qachon ortga qaytmasdan harakatni bosing. Bugun harakat qilganingiz albatta ertaga sizning mashaqqatingiz, sizning kasbingiz, sizning barakangiz bo'ladi. Bugun to'xtadingiz, o'sha to'xtab qolasiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, mana shu yangiliklar sizlarning e'tiborlaringizga havola qildim. Hech qachon orqaga toyimizlanib qolma. YouTube'da bunaqa bo'pti, yangilanish bo'pti, endi qiyinlashayotgan, chiqib ketayotganman degan narsani hech qachon ko'nglingizdan o'tkazmang. Talabdan bismillah deb turib YouTube'da boshlang. Xudo xohlasa uzoq katta mahallalarga chiqishda niyat qiling. Albatta niyatingiz amalga oshadi. Bismillah deb boshlasangiz, albatta har bir ishingizga baraka bo'ladi. Sizlar bilan Ahmadullo Sharif bo'ldi. Bugungi YouTube yangiliklar haqida sizlarni e'tiborlaringizga havola qildim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizni mana shu videoda kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolaman. Sizlar bilan yana keyingi videolarda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar. Omon bo'linglar.